Hem yerde 500 bin satılıp durgan perdeni bize 250'ye düşürüp narfan sındırıp verdik. 250-300'lik perdelerini 100 bin 50 bin'e koyduk, 50 binliklerini 25 bin'e koyduk. Şimdi hiç kim kılmagan işini kılyatırımız. 500 dolardan kem yürümeydi perdecilik kurs narxını etigi 1,5 milyona koyup veremiz. 10 gün içinde master bolup çıkasılar. Doğru mu Muslim Epke? Doğru aytasız. Endi Müslüman perdelari 3 oylik kursini atiga siz 10 kun ichida o'rganib, hech bo'lmasa o'z uyingizni pardasini tikishingiz yoki oilangiz daromadini 10 hissaga oshirishingiz mumkin. Kadırlı abuneçiler, Muslim Epkemizde iltimas ettim. Nüçün dese hazır bilesler, köpçülük perdeciler melek aşırışı gerek 500-600 dolardan başlanadı. Muslim Epkemizin proyektlerini görüyen bolsanız gerek dizaynlarını gap boluşu mümkün emez. İndi silah abuneçiler kıskartılgan 10 gün içinde melek aşırışınız mümkün. Eğer de nölden men kızım mektep bitiriyatır yapılmasa koşumça indi dekrete çıktım, upskiye çıktım, örgenecekmen deseniz nölden hem perdecilikini örgenişiniz mümkün. Unam abuneçiler sizler için 2-3 ayın içinde örgetip verediler. Doğru mu Epke? Biz 10 kun ichida trenddagi 20 ta fasonni o'rgatamiz. Darslarimiz soat 9 dan 3 gacha, 5 gacha ham bo'lib o'tadi. Darslarimiz ichida ham amaliy, ham nazariy bilimlarni ham olishingiz mumkin. Muslima pardalariga kelgan har bir shogird mijozlar uyga borib razmer olishni, parda ilish jarayonlarini ham 100% o'rganadi. Biz bunga kafolat beramiz. Hem vaqtdan yutasla, hem puldan yutasla. Bundan tashqari Xorazmni eng elde perdeci epkemiz sizlar uchun iminla tayyorlab qo'yibdilar. Uzoq muddat shart emas, 10 günün içinde zo'r etib o'rgatib beraman deb turibdilar. Tezda foydalanib qolinglar. Muslim Epke uzoqdan keladigan ishga oladi. Ularda problema bo'lmaymi? Muslima pardalarida yotoqxona xizmati ham mavjud. Mutlaqo besplatniy Manatdan keladimi, Qozog'iston keladimi, Turkmanistondan, hattoki Buxoro, Samarqandli shogirdlarni ham chiqarib qo'yibmiz. Ular ham bizning yotoqxonamizdan foydalanib hunarliga ega bo'lib chiqib ketishdilar. Bu narxni, bu yangilikni eshitib turib obunechilar boshqa viloyatlardan, hatto boshqa respublikalardan ham kelib qo'shilib turganlar bor. Shuning uchun biza 2-3 patok kurs ochamiz. Birinchi patok kursimiz xudo xolasa 3-iyun kuni ochiladi, ikkinchi patok 5-iyun, oxirgi patokimiz 10-iyunda ochiladi. Tez usbit etib yozilib qoling. Manzilimiz obunechilar Urganch shahrimiz hamma biladigan Olimpiya stadioni. Olimpiya stadionining to'g'risida joylashgan Muslima pardalari deb yozilgan bo'ladi. Bemalol profilini, telefon raqamlarini qoldiramiz. Bu yangilikni tez yaqinlara yuborib qo'yamiz. Hem yerde 500 bin satılıp durgan perdeni bize 250'ye düşürüp narfan sındırıp verdik. 250-300'lik perdelerini 100 bin 50 bin'e koyduk, 50 binliklerini 25 bin'e koyduk. Şimdi hiç kim kılmagan işini kılyatırımız. 500 dolardan kem yürümeydi perdecilik kurs narxını etigi 1,5 milyona koyup veremiz. 10 gün içinde master bolup çıkasılar. Doğru mu Muslim Epke? Doğru aytasız. Endi Muslima pardalari 3 oylik kursini atiga siz 10 kun ichida o'rganib, hech bo'lmasa o'z uyingizni pardasini tikishingiz yoki oilangiz daromadini 10 hissaga oshirishingiz mumkin. Kadırlı abuneçiler, Muslim Epkemizde iltimas ettim. Nüçün dese hazır bilesler, köpçülük perdeciler melek aşırışı gerek 500-600 dolardan başlanadı. Muslim Epkemizin proyektlerini görüyen bolsanız gerek dizaynlarını gap boluşu mümkün emez. İndi silah abuneçiler kıskartılgan 10 gün içinde melek aşırışınız mümkün. Eğer de nölden men kızım mektep bitiriyatır yapılmasa koşumça indi dekrete çıktım, upskiye çıktım, örgenecekmen deseniz nölden hem perdecilikini örgenişiniz mümkün. Unam abuneçiler sizler için 2-3 ayın içinde örgetip verediler. Doğru mu Epke? Biz 10 kun ichida trenddagi 20 ta fasonni o'rgatamiz. Darslarimiz soat 9 dan 3 gacha, 5 gacha ham bo'lib o'tadi. Darslarimiz ichida ham amaliy, ham nazariy bilimlarni ham olishingiz mumkin. Muslima pardalariga kelgan har bir shogird mijozlar uyga borib razmer olishni, parda ilish jarayonlarini ham 100% o'rganadi. Biz bunga kafolat beramiz. Hem vaqtdan yutasla, hem puldan yutasla. Bundan tashqari Xorazmni eng elde perdeci epkemiz sizlar uchun iminla tayyorlab qo'yibdilar. Uzoq muddat shart emas, 10 günün içinde zo'r etib o'rgatib beraman deb turibdilar. Tezda foydalanib qolinglar. Muslim Epke uzoqdan keladigan ishga oladi. Ularda problema bo'lmaymi? Muslima pardalarida yotoqxona xizmati ham mavjud. Mutlaqo besplatniy Manatdan keladimi, Qozog'iston keladimi, Turkmanistondan, hattoki Buxoro, Samarqandli shogirdlarni ham chiqarib qo'yibmiz. Ular ham bizning yotoqxonamizdan foydalanib
hunarliga ega bo'lib chiqib ketishdilar. Bu narxni, bu yangilikni eshitib turib obunachilar boshqa viloyatlardan, hatto boshqa respublikalardan ham kelib qo'shilib turganlar bor. Shuning uchun biza 2-3 patok kurs ochamiz. Birinchi patok kursimiz xudo xolasa 3-iyun kuni ochiladi, ikkinchi patok 5-iyun, oxirgi patokimiz 10-iyunda ochiladi. Tez uspit etib yozilib qoling. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimiz hamma biladigan Olimpiya stadioni. Olimpiya stadionining to'g'risida joylashgan Muslima pardalari deb yozilgan bo'ladi. Bemalol profilni, telefon raqamlarini qoldiramiz. Bu yangilikni tez yaqinlarga yuborib qo'yamiz.